Krishtianu Ronaldu jamoasiga yana bir katta mega yulduz keladi. Hujumchi Muhammad Saloh mavsum yakunida Liverpoolni tark etadi. Bu haqda bir muncha vaqt oldin rasman e'lon qilingan edi. So'nggi yillarda matbuot Salohning Saudiya Arabistoni klublaridan biriga o'tishi haqida ko'p bora yozdi. Endilikda Muhammad bir necha yildan buyon Krishtianu Ronaldu harakat qilayotgan An-Nasr klubiga o'tishi mumkin. Mashhur Gol portalining Okaz nashriga tayanib xabar berishicha, An-Nasr bosh murabbiyi Jorge Jesus klubning yozda Salohni sotib olishga bo'lgan urinishiga yashil chiroq yoqqan. Mutaxassis misrlik futbolchini o'z taktik chizmalariga kiritishni istamoqda. Ma'lumot uchun shu yilning iyun oyida Muhammad Saloh o'zining 34 yoshini qarshi oladi. Futbol olamida ba'zi transferlar bor. Ular shunchaki yangilik emas. Ular tarix yozadi va bugun aynan shunday xabar chiqdi. Muhammad Saloh katta qaror yoqasida turibdi. Salah Liverpoolni tark etadi. So'nggi yillarda Liverpool ramziga aylangan futbolchi Muhammad Saloh endi jamoani tark etish rasman ma'lum bo'ldi. Keyingi manzil qayer? Bu savol butun futbol olamini qiziqtiryapti va javob juda kutilmagan bo'lishi mumkin. Krishtianu Ronaldu va Muhammad Saloh bir jamoada. Gap Al-Nasr haqida ketmoqda. Bu klubda allaqachon Krishtianu Ronaldu o'ynamoqda. Tasavvur qiling, Muhammad Saloh va Ronaldu bitta hujum chizig'ida. Bu haqiqiy dream team bo'lishi mumkin. Murabbiy ham rozi. Ma'lumotlarga ko'ra, Jorge Jesus ushbu transferga yashil chiroq yoqqan. Uning fikricha Saloh jamoa taktikasiga mukammal mos keladi. Nega Saudiya? So'nggi yillarda Saudiya klublari katta pul va yirik transferlar global e'tibor bilan futbol olamini larzaga keltiryapti. Salah uchun yangi bosqich, Muhammad Saloh uchun bu yangi liga va yangi chaqiriq, yangi tarix. Yosh masalasi bu yil Saloh 34 yoshga kiradi, lekin uning formasi hali ham yuqori darajada. Bu transfer amalga oshadimi? Hozircha muzokaralar davom etmoqda, lekin ehtimoli juda yuqori. Agar bu rost bo'lsa, bu transfer yilning eng katta transferi bo'lishi mumkin. Futbol olami reaksiyasi: agar Saloh o'tsa, muxlislar hayratda qoladi. Media portlaydi. Saudiya ligasi yanada kuchayadi. Krishtianu Ronaldu va Muhammad Saloh dueti: bu juftlik rekordlar yangilashi mumkin. Chempionlik uchun kurash. Al-Nasr yana ham kuchayadi. Kelajak nima deydi? Savol ochiq. Bu faqat mish-mishmi yoki tarixiy transfer bo'lishi mumkinmi? Yakuniy xulosa: bir narsa aniq. Futbol olamida yana katta o'zgarishlar bo'layapti. Krishtianu Ronaldu va Muhammad Saloh bir jamoada o'ynashi mumkin bo'lsa, hammani hayratda qoldiradi. Endi navbat sizga. Siz nima deb o'ylaysiz? Saloh to'g'ri qaror qabul qilyaptimi yoki Yevropada qolishi kerakmi? Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozing. Agar siz ham futbol olamidagi eng issiq transferlar, insider yangiliklar va hammadan oldin chiqadigan shok xabarlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, albatta Secret X kanaliga obuna bo'ling. Chunki bu yerda oddiy yangilik emas, balki haqiqiy futbol ichkarisi chiqadi. Har bir komment biz uchun muhim va biz albatta javob beramiz. Kanal rivoji aynan siz bilan. Obuna bo'ling va o'z hissangizni qo'shing.